O'zbek qaynonani xohlamaganman. 3-qism. 2023-yil noyabr oyida u menga do'stlikni taklif qildi. O'sha paytda biz shunchaki tanish edik. U o'zi haqida gapirib berardi, men ham o'zim haqimda gapirib berardim. Oradan bir hafta o'tib, u menga yana ariza yozdi. Keyin esa telefon qilib, "Sen men izlagan qizsan. Agar yo'q demasang, niyatim jiddiy, senga harakat qilib ko'rmoqchiman" dedi. Men esa hamma qizlar kabi, ota-onam nima desa shu o'ylab ko'rishim kerak-da demadim. Harakat qiling, kim ushlab turibdi deb javob berdim. Shundan keyin u faqat bitta narsa bor. Uni aytsam, balki sen fikringdan qaytasan. Balki ota-onang seni menga bermaydi dedi. Men esa ayting nima gap deb so'raganimda esa u ancha o'ylanib qoldi. Shu payt xayolimdan ming xil fikr o'tdi. Nahotki uylangan bo'lsa, oilasi bordir, balki ajrashgandir deb o'yladim. Hatto o'zimga agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qanchalik meni yaxshi ko'rmasin, shu joyda hammasiga nuqta qo'yaman deb va'da berdi. Va nihoyat ichidagi haqiqatni aytdi. Sezgandirsan, men o'zbek tilida unchalik yaxshi gapira olmayman. Sababi rus maktabida o'qiganman. Oilamizda ham hammamiz rus tilida gaplashamiz. Onam ham o'zbek emas, tatar millatidan dedi. U uchun bu juda ham jiddiy va qo'rqinchli tan olish bo'lgan narsa men uchun aslida eng zo'r xursandchilik edi. Albatta u onasini tatarligidan uyalmasdi. Shunchaki o'zbeklar faqat o'zbeklarga qiz beradi degan gapga qattiq ishonardi. Shunda men unga avvaldan o'zbek qaynonam bo'lishini xohlamaganimni aytdim. Lekin u bunga umuman ishonmadi. Sen ota-onang faqat o'zbek oilaga qiz bersa kerak. Balki onamdan avval o'zim borarman dadang bilan gaplashishga dedi. Men esa rozi bo'lmadim. Xo'sh, tatarkaligini uydagilarimga aytmay qo'yavering, kim millatini so'rab o'tiribdi dedim. Bu esa sen bilmaysan-da, men millatini aytmasam ham shunday o'zi bilinadi o'zbek emasligi. Ismi ham Liliya dedi. Shunaqa qilib bizda har xil rejalar paydo bo'ldi.